Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Mana bugungi panel o'rnatdik. Ya'niki 8 ta panel, 8 ta akkumulyator bilan, ya'niki Shartuz DX Zo'rdaliboq eski nomi Birlash qishlog'ida. Batafsil tushuntirib o'tib ketamiz. Ekrandan uzoqlashmay, batafsil oxirigacha ko'ringizlar. Hozir bu yerga akalar ukalar, mana panellarimiz. Pagodamiz g'ubor, pagoda kun yaxshi chiqqan yo'q, mana quyosh yo'q. Mana shu stansiyada necha kilovat tortib beryapti. Gibridgacha aytib o'tib ketaman. Narx-navolarga keladigan bo'lsak, panelning bir donasi 950 so'm akalar ukalar. Ustana novkasi addayno buni uchida bo'lmaydi. Bu yerga qo'yilgan panellarimizga keladigan bo'lsak, 585 lik do'xsloyni panel bo'lgan. Qo'yilgani mana bu tarafiga 4 dona qo'yganmiz. Mana 1 2 3 4 dona bu tarafga, 4 dona bu tarafga qo'yilgan. Mana qo'yilgan. Ikkita kabel avtomatga borgan, ya'niki 3 ochiqqa. Rubelnik shuni 3 ochiqda oldidan uni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Birtasi glavni kabel borib, albatta invertorga qaytib kelish uchun qo'yiladi u narsa. Gofraga egasi gofraga qildik, gofraga solib chiroyli qilib uстановка qildik. Hozir pastga tushaman. Gibrid qanday ishlayapti, necha kilovat tortyapti, nima ishlashini albatta ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu yerga bitta rubelnik qo'yilgan. Mana bu rubelnik. Katta напряжение tok ishlatadigan bo'lsangiz davlat tokidan shuni tepaga qilasiz, avtomatik promo uyingizga o'tib ketadi. Bunga mana stabilizator qo'yilgan, shuni oldiga qo'yilgan. Tashqarida 3 ochiqi. Mana kelgan ikkita kabel gofranchidan kelgan mana. Hozir buni nima ishlab turgan holatida, buni murabiy zaryadga qo'yilgan holati ishlab turibdi, zaryad olyapti. Polni. Tepada projektor. Xo'sh, bolerini ishlab turibdi, boleri. Termix. Nasos ham ishlayapti. Nasos. Xo'sh, mana shuni altdan oldi. Gibrid o'rnatilgan holati buniki. Gibrid qancha hozir to'p qolgani, dani birini azakalar ukalar ko'rib turgan sizlarning 327 329 30 ko'rsatib turibdi. Paneldan kelgan tok Uca quyoshdan az dani birini tok zaryad olib qabul qilyapti. Akkumulyator 58 lik kichik akkumulyatordan 8 dona qo'yilgan. Bu degani 8 ta panel. Mana gibridimiz 6,5 kilovatlik. Hozir dani bilan biz 6,5 kilovat azakalar ukalar tok kelgan yo'q. Ko'pchilik akkumulyatorlarimiz meniki 6,5 kilovat edi. 6 ta panel qo'yib, 4 ta panel qo'yib ketadigan akkumulyatorlarimiz bo'lsa, u 6,5 kilovat. Umuman u yolg'on gap bo'lyapti, yolg'on so'z sizlar aldayapti deganda. Mana shu holatda hozir gibridning o'zi 6,5 kilovat toza, lekin paneli 8 ta qo'yilgan sababidan 4 kilovat toza tortish kerak, 4 kilovatdan ziyodroq. Quyosh chiqqan yo'q. Bulut holatida 3 kilovatdan ziyod toza tok kelib turibdi, 3 kilovatdan. Hozir rasxodi 1.8 7 kilovatni rasxod qilib turibdi dani birini. Mana 8 ta akkumulyator 58 amperlik. Nasos, boiler, ya'niki 2 ta svet muraviy zaryadda turibdi dani birini. Ekranda ko'rib turgan telefon nomer yozib olasizlar. 93 409 97 96 nomerimiz, WhatsApp'imiz bor. Bemalol aloqa qilasangiz sizlarga ham shu darsda albatta uстановка qilamiz. Megafon nomer so'ragan akalarimiz 014 77 96 96 nomerga promo telefon qilsangiz megafon nomerlarimiz sabit yo'q paytda albatta ishlab turadi. Jonlaringiz omon bo'lsin. Bu qanchaga tushdi degan akalarimizga hali hisob kitobini qilganimiz yo'q. Primerno oqlashi 17 ming 18 ming atrofiga boryapti. Bu yerda azakalar ukalar oladigan narsangiz fanerni qotiradigan nasos ishlab boshlagan. Fanerlarni qotiradigan rekolas, profilni olasiz. Albatta o'zingizga usloviya uchun mana shunday avtomatlar azakalar ukalar o'zlaringiz xarid qilishingiz kerak bo'ladi. Buning ichidan addenda promoy kabel, necha metr kabel ketadi, panel qayerga uстановка bo'ladi. Bu narsasi addenda bo'ladi. Shuning ichida bo'lmaydi. Bizda faqat sotuvda azakalar ukalar dani birini gibridlarimiz bor. Gibrid 3.6, 6,5, 10 kilovat
Davlat mana aka tushuntiryapti hozir egasiga qanday ishlatani, nima qo'yadi, nima qo'ymaydi. Hozir isbes ishlayapti hamma narsa. Hay jonlarimiz omon bo'lsa, sog' bo'lsa, omon bo'lsa qolamiz. Tushunmagan aka-ukalarimiz bemalol kommentariy yoki WhatsAppga yozsangiz albatta javob qaytaraman.